Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamdu sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni fazilatli bu ramazoniy kechalarda ibodatlarimizni qabul, barchalarimizni inshaalloh tutayotgan ro'zalarimizni go'zal holatda dargohida qabul qilmog'ini Robbim nasib aylasin inshaalloh. Demak, barchalarimiz bugungi kunlarda xatmi Qur'onlarni o'tkazib oldik inshaalloh. Laylatul Qadr kechalarida inshaalloh ibodatlarida bardavom bo'ldik. Yana inshaalloh Ramazonning toq kechalari ertaga. İnşallah ertaga ham Laylatul Qadr kechasining bir kechalari, unda ham ibodatlarda har bir mu'min musulmon sobit qadam bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uning ibodatlarini, niyatlarini va inshaalloh yaxshi amallarini Alloh taoloning o'zi dargohida qabul va maqbul aylaydi inshaalloh. Va bugungi kunda Ramazon oxirlashyapti. Eng bizlarga beriladigan dolzarb savollardan kelayotgan inshaalloh hayit kunida ro'za tutishlik mumkinmi? Alloh taoloning fazli bilan Ramazon hayitida ro'za tutilmaydi. Qurbon hayitida, qurbonlik hayitida inshaalloh biz ro'zani niyat qilib, hech narsa yemasdan qurbonlik go'shtlari bilan ro'zamizni ochamiz deganmiz. U ham bir necha soatlik ro'za. Lekin kelayotgan Ramazon hayitida birodar hech qanaqangi ro'za yo'q. Biz ro'zani 30 kun davomida tutib bo'ldik. 1 soatlikmi, 2 soatlik bo'ladimi, 5 soatlikmi? Umuman unaqangi ro'za Ramazon hayitida tutilmaydi. Va Ramazon hayitida kun bo'yi men ro'za tutaman deyotgan odamlar harom ishni qilgan bo'ladi. Chunki Ramazonda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, Ramazon hayitlar bayram kunlari, yeyishlik, ichishlik, nozu ne'matlardan tanovul qilish kuni. U kunda ro'za tutishlik birodar mumkin emas. Shuning uchun ro'za tutmaylik, ilmini o'rganaylik inshaalloh. Ramazonni 30 kun ro'zasini tutdik, hayit kuni bayram va undan keyin inshaalloh Shavvol ro'zasini hayit kuni tushuntiramiz. Shavvolning ro'zasi qachon, qanday va ularning fazilatlarini inshaalloh hayitda tushuntiramiz. Va har bir mu'min musulmonni hayitgacha qiladigan ishi bor yana. Ya'ni ro'zaning oxirgi kunlarida fitr zakoti yoki kimdir fitr sadaqasi deydi. Mana shu sadaqani inshaalloh biz egalariga tarqatmoqligimiz Alloh taoloning fazli hisoblanadi. Bizlarga miqdorlarni bergan. Bu nima uchun? Har yili bunaqa gap yo'q edi-ku. Demak, fitr sadaqasini inson bugungi kundagi ijtimoiy holatidan kelib chiqib bersin. Boylar bo'ladigan bo'lsa, kishi boshidan 180 ming so'mdan bersin mana. Kambag'al bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh bug'doydan bersin, yoki arpadan bersin, yoki o'rta miyona bo'ladigan bo'lsa, mayizdan bersin. Demak, fitr sadaqasi nima uchun beriladi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, fitr sadaqasini hayit namozigacha bersa, haqqoniy fitr sadaqasining o'rniga o'tadi. Hayit namozidan keyin bersa, sadaqatun min sadaqot, ya'ni sadaqalardan bir sadaqa bo'ladi u. Ya'ni fitr sadaqasi fitr zakotini o'rniga o'tmaydi. Bu nima uchun biz beramiz buni? Buni kim berish kerak? Hamma beradi buni. Negaki Alloh taoloning o'zi fazl aylasin, yaxshilik bersin. Hammamiz ro'za tutdik. Ro'za tutganimizda ro'zaning ichida ba'zi bir xatolar bo'ldi. Mana shu xatolarni fitr sadaqasi yuvib tashlaydi. Mana kiyimimiz bor. Kiyimimiz g'ijimlangan. Uni qanday dazmol bossak, juda go'zal holatga keladi. Demak, bugungi kunda fitr sadaqasi ro'zadagi ba'zi bir xato va kamchilik joylarini, g'ijimlangan joyini tekislaydi. Xato va kamchiliklarni to'kadi. Va to'liq holatda ro'zalarimiz qabul bo'lishligini Alloh taolo inshaalloh taqdir qiladi. Shuning uchun mana shu ro'zalarimizni 30 kun tutgan ro'zalarimizni savobini biz hayit kuni olamiz. Demak, mana shu hayit kunigacha
fitr sadaqasini biz ado etmoqligimiz, egalariga etib bermoqimiz va inshaalloh kam ta'minlanganlar, kambag'allar va inshaalloh ular shunday ehson beringki, moddiy ehtiyoji past bo'lgan odamlar bir hayitni mazza qilib o'tkazsin. Shuning uchun biz o'sha kunigacha biz birodarlarimizni holidan xabar olib, zakotlarimizni berib, fitr sadaqalarimiz, fitr zakotlarimizni bersak, Alloh taoloni o'zi har birlarimizga fazlu marhamat beradi. Biz yana e'tibor beradigan narsamiz, hayit kuni qabristonga boramizmi? Yo'q. Hayit kuni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar, hayit kuni bayram kuni. Qabristonga bormoqchimisiz? Bugun boring mana. Ertaga boring. Indin kuni boring. Boring, tozalamoqchimisiz? Holdan xabar olib bir tilovati Qur'on qilib kelmoqchimisiz? Boravering birodar. Xohlagan kuningiz boring. Lekin hayit kuni borib, o'tganlarni bir xotiralab, bayram kuni qalbimizni ozgina bir xira qilib yoki o'sha kuni hammamiz tozalaydigan narsalarni borib olib qabristonlarni hayit kuni, ya'ni bayram kunida tozalashlikni hojati yo'q. Ungacha qilaylik, hayitgacha qilib qo'yaylik inshaalloh. Yoki hayitdan keyin qilaylik. Hayit kuni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar, bayram kuni hayit. Mukofot oladigan kun hayit. Bayram qilishlikka arziydigan kun. Alloh taolo 30 kunlik tutgan ro'zamizni savobini hayitda beradi. Insonning savobi ko'payadigan kuni albatta bayram qilinadigan kun. Mana shuning uchun biz qabristonga boradigan bo'lsak, o'tganlarimizni xotirlamoqchi bo'lsak, hayitgacha boraylik. Bayram kuni biz inshaalloh yaqinlarimiz davrasida, birodarlarimiz, ya'ni tiriklar davrasida biz bayramda, ehsonda, yaxshilikda inshaalloh bardavom bo'lmoqimiz Alloh taoloni biz sizga bergan fazlu marhamatlardan hisoblanadi. Chunki bugungi kunda har bir narsalar, insonning hayotida sodir bo'layotgan har bir narsa insonning foydasiga. Hayit kuni bayram qiling deyapmiz. Nega? Hayitda Alloh bizni savobimizni ziyoda qiladi-da. Bugun fitr sadaqasini bering deyapmiz. O'ylashligimiz mumkin. O'zi faqat Ramazonda iftorlik ber, undan keyin zakotni ber, undan keyin fitr sadaqasini ber, doim berish kerak ekanda. Birodar, aslida bu o'zi fazilat biz uchun. Nega? Iftorlik qilib bersak, ajrini tushuntirdik. Ro'za olgan kabi savobni oladi iftor qilib bergan odam. Zakotini bersa moli ko'payadi. Fitr sadaqasini tarqatsa, ro'zadagi nuqsonlari kamayadi. Bugungi kunda Alloh taolo fazl qilgan narsalar bor. Bizning ko'zimizga ko'rinmaydi. Lekin shunday odamlar bor, bizni bergan o'sha fitr sadaqamizga muhtoj bo'lib duo qilib turishadi hatto. Bizga mumkin u oddiy holat bo'lishligi mumkin. Lekin bizdagi oddiy, mayda yoki ko'rimsiz ko'rinadigan narsalar insonning hayotini o'zgartiradi. Bir yigit kelib suhbat qilyaptilar, tarovihdan ozgina oldinroq. Aytadilar, farzandli bo'ldim, taqriban 1 oylikmi, 1,5 oylik. Homiladorlik vaqtida ayolim kasal bo'lganda biz yaxshi davolanmaganmiz, vaqtida davolatmaganmiz. Yangi tug'ilgan qizimizning qo'liga bir narsa chiqqan. Bir o'simtaga o'xshaganmi, bir ortiqcha bir narsa chiqqan. Uni oldirib tashlash kerak ekan. Xudodan so'rayapman deydi, Ramazonda uni operatsiya qilishlik uchun imkoniyatim yo'q. Lekin uni doktorlar aytayaptiki, uni tezroq qilish kerak. Tavakkal qildim-da, doktorga aytib qo'ydik. Ertaga operatsiya kuni. Borib yotqizganimizdan keyin kelib tarovihni o'qiyapman, tarovihda so'rayapman, ya Robbiy, ahvolimni bilasan. Ahvolim tang. Qizim ayolim bilan doktorda, kasalxonada. Ertaga operatsiya qilinadigan kuni. O'zing menga moddiy tomondan shu narsani berki, g'aybdan. Qayerdan kelishi, qanday berilishligini men bilmayman. Lekin sendan mana shu duoyimni, ro'za tutgan ro'zamni o'rtaga qo'yib so'rayman, deyapti yigit. Bu xayol, bu fikr bizni ham xayolimizga kelmagan ekan. Tutgan ro'zamni o'rtaga qo'yib so'rayman, ya Robbiy. Mana shu mushkulotdan meni chiqargin deyapti. Va bugun kelyapti.
kecha qizimni operatsiyasi o'tdi deyapti. Xo'p, davomichi domla o'zi ana shunday bo'luvdi. Boshlanishida pul yo'q edi. Keldimda kechqurun taroveh namoziga men shu duoni qildim. Ertalab ayolim kasalxonadan telefon qilyaptiki, blogerlarmi endi, qaysidir tashkilotning odamlarimi yoki bir tijoratchilarmi bilmayman deydi. Aynan meni qizim yotgan отделениеga kelib, bo'limga kelib, nechta kasal bor? Doktorlar aytgan, 7 ta kasal bor. Demak, pullarni sanagan, pullarini taqsimoti 1.850.000 so'mdan tushgan. Demak, har bir kasalga 1.850.000 dan chiqqanda o'sha bo'limdagi har bir kasalga tarqatishgan. Va yana sovg'a salomlar, qo'g'irchoqlar, yeydigan narsalar va 1.850.000 so'mdan pul bilan. Nima deyapti? Alloh taolo fazl bersin, ertaga men ayolim bilan qizimni kasalxonadan chiqaraman, mana shu pul yetdi deyapti. Mana shu pul yetdi. Alloh taoloni o'zi fazl aylasin. Birodar, Alloh taoloni fazli keng. Har bir bandani qalbidan o'tayotgan duoni Alloh eshitadi. Bugun menga bu holat nima uchun bo'lyapti deb so'ramang. Alloh taolo har bir holatni bir hikmat bilan yaratadi. Nima bo'layotganligi, bandadan nima sodir bo'layotganligi, Alloh taoloni albatta u fazli. Bir kuni katta kema dengizda halokatga uchradi deydi olimlarimiz zamonasida. Kema ichidagi odamlarning butun hammasi vafot etdi, suvda cho'kdi. Bir yigit qoldi. Kemaning katta undan ajralgan yelkan qismida u osilib qoldida, o'sha bilan suzib qirg'oqqa chiqdi. Qirg'oqda umuman odamlar yashamas edi. Umuman odamlar yo'q. Shunda ey Xudo, faqat so'raydigan duosi, ey Xudo, menga madad ber. Bu yerlardan tezroq ketay, uyimga boray deb Alloh taolodan iltijo qilardi. Doim osmonga qarab mana shu duoni qilardi. Alloh taolodan madad kelmagach, taqdiriga tan berib, kema va yog'och qoldiqlardan o'ziga bir uycha yasadi. Ya'ni yomg'irdan, quyoshdan tusinish uchun. Va dengizga borib, bir narsalar bilan baliq ovlab, xom baliqlar yeb, zo'rg'a kun ko'rardi. Yana odatdagidek ertalab turib, Alloh taolo suvni oldiga borib, yana Allohga so'rardi: "Ey Xudo, menga madad ber. Tezroq mana shu joylardan uyimga qaytay." Derdida yuz-qo'lini yuvardi va yana baliq ovlash uchun dengizni u tarafiga borsa, ne ko'z bilan kelib qarasaki, chaqmoq chaqib, u zo'rg'a quyoshdan, yomg'irdan o'zini himoya qiladigan uyi kul bo'lgan, yonib yotibdi. Yana tizzalab yerga o'tirib, "Ya Robbiy, men senga meni xor qil demadim. Meni ustimga balo yubor demadim. Meni qiyna demadim. Sen bizga madad ber dedim. O'zi holimni bilasan. Kemada g'arq bo'ldik. Zo'rg'a omon qoldik. O'zi bir yeydigan narsamiz, bir sharoit yo'q. Bu orolda odam yo'q. O'zi qiynalib turibmiz. Zo'rg'a bitta yomg'irdan va quyoshdan zo'rg'a yasagan uyimizni ham endi chaqmoq chaqib yonyapti bu mana, tutuni chiqyapti. Ya Robbiy, sen nega menga bunday adolatsizlik qilyapsan? Meni xor qilyapsan, meni qiynab qo'yyapsan. Har doim sendan men madad so'rab duo qilyapman." Dedi-da, daraxtga orqasini berib, yig'lagancha, qiynalgancha, norozi bo'lgan holatda uxladi. Uyqusi g'olib keldi va uni katta kemalarning qo'ng'irog'i uyg'otib yubordi. Yugurib o'rnidan tursa, odamlar orolda yuribdi. 4-5 odamlar orolda aylanib yuribdi. Yugurib ularning oldiga borib, "Meni ham olib ketinglar, men shu joyda bir o'zimman" desa, "Xo'p" dedilar-da, kemaga uni mingazdilar. O'zi nega men ancha vaqtdan beri bu orolda yashayman, nega bundan oldin bu orolga to'xtamagansizlar desa, buni yaqinidan, bu orolni yaqinidan o'tib ketayotgan edik. Birdaniga tutun yondi. Biz o'yladikki, orolda bir odam bor,
bizni qutqaringlar degan ma'noda o'tin yoqqan. Va o'shani tutunini ko'rib biz yo'nalishimizni o'zgartirib orolga to'xtadik. Aslida yo'nalishimiz orolga to'xtash emas edi. Biz mana shu tutunni ko'rib biz to'xtadik. Demak o'yladikki, bu orolda odam bor. Va shunda u yig'lab Alloh taologa aytganki, "Ya Robbi, aslida chaqmoq chaqib uyimni yonib ketishligi bu xorlik emas, aslida madad. Bizni boshimizga kelgan sinov aslida biz xorlik emas, aslida bizga yordam bo'lishligi mumkin. Bizga kelgan kasallik, bizga kelgan balo, bizga kelgan musibatlar aslida bu Alloh taoloni bizni xor qilib sinovga tashlagani emas, aslida martabamizni ko'targanidir. Banda Alloh taoloni qilayotgan hikmatlarini keyinroq biladi. Shuning uchun Alloh taologa tavakkal qiling. Robbingizga ishoning. Chunki Alloh taolo aytgan, har bir mehribon onadan ko'ra bandalarga men mehribonroqman dedi. Mana shu shiorda bo'ling. Demak, Alloh taolo ota-onamizdan ko'ra mehribonroq. Alloh taoloni o'zi har birlarimizga rahm, fazilat va martaba, ibodatlarimiz qabul bo'lmog'ini Robbim nasib qilib, bugungi Ramazoniy kechalarda Alloh taoloni o'zi har bir mu'min bandani qalbidan chiqayotgan barcha duolarni Alloh taoloni o'zi ijobat qilib, tutayotgan ro'zalarimiz, berayotgan ihsonlarimiz, ado etayotgan zakotlarimiz va inshaalloh ado etilajak fitr sadaqasi, fitr zakotini Alloh taoloni o'zi qabul qilib, ro'zalarimizni to'liq holatda inshaalloh qabul bo'lmog'ini Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar rohim.